Assalomu alaykum. Денежный ящик obzor sizga qilib beraman. Денежный ящик avtomatik ochadigan ham qilsangiz bo'ladi. Har bitta klientga счет bersangiz, avtomatik o'zi ochiladi. Keyin klientga chek berasiz. Kimga shu денежный ящик to'g'ri keladi? Bu kafe, do'kon, supermarket, hozmarket, хозяйственный magazin, mелочевка do'konlariga to'g'ri keladi. Har bitta yopgan chek, klientga chek bersangiz, oplatani bosib, mana men наличный to'layapman. Денежный ящик o'zi avtomatik ochiladi. Keyinchalik klientga chek berishadi. Mana shu. Денежный ящик o'zi har xil bo'ladi. Bu 4 slotli, 8 slotgacha bor. Kassovый sistema, post sistema, денежный ящик, chek printer, monoblok programma bo'yicha bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.